Hammalarga salom do'stlar, sizlar bilan bugun Kama Minecraft. Mana yondagi joysticklarga e'tibor bermaysizlar. Bu endi men telefonda ko'tarilaman, hozircha telefonda o'ynayapman bolalar. Bugun sizlar bilan zo'r video olamiz. Bugun biz mana shu qizil to'rtburchakning ichidan qancha chiqmasdan yasha olamiz. O'z anonslarni ham berib qo'yibdi. Hozir mana shunaqa joydan spam bo'ldik bolalar. Hali men videoni boshlayman. Video yoqsasizlar like bosib qo'yasizlar. Agar Minecraftga qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Men videoni boshladim. Bo'lmasa videoni boshladik bolalar. Hozir biz mana odam kim ekan bu? Okay, talk deyapti. Tak go evi bosdik, faqat ketib qoldi u. Mayli, hozir mana kitob berilibdi keyin bizga mana sandiqning ichidan yaxshi ikkita kitob bor ekan. Bu yerda kitobni o'zimizga olamiz. Bitta narsa hammasini o'zimizga olamiz. Urg'ular va ter, suyak, qilich, taxta, non va fakel berilibdi bolalar. Okay, mayli. Ju tunam tushib qoldi. Mana ko'rsanglar, mana qizil to'rtburchakda jigarlar. Hozir mana bu yerda o't bo'lmaydi, mana ko'ryapsanmi? O't bo'lmaydi, o'tolmayapti. Okay. Boshladik emas endi. Hozir biz yotog'in. Uy. Qandaydir chiroyli ko'rinyapti. Yaxshi. Hozir biz sandiq yo'q ekan, faqat sandiq yo'q ekan bu yerda. Kitobni ochib ko'ramizmikan? Bu yerda aytyapti, survival but I can't live chunk. Shunda bu yerda survival qilamiz deyapti, lekin o'sha yashamayman deyapti. Bir o'sha chiqib yasha olmas ekan. Start annoy survival challenge trapped inside borders a 5 chunk wide. Prove your skills by completing various survival quests to expand your world a 5 chunks at a time deyapti. Bolalar bunga uncha tushunmadim. Mayli, bu yoqni hozircha qo'yib turamiz. Menimcha bu yoqda ko'proq yashashing kerak deyapti menimcha da. Hozir bu yoqda qanaqadir da buni ichida hech narsa bo'lmaydi. Hozir uchalashda ham hech narsa yo'q ekan. Menimcha bu yoqqa ham hech kim o'tolmasa kerak u. Okay. Mana bu nima bo'ldi? Yo'q. Okay. Hozir biz nima qilsak bo'lar ekan endi? Hali birinchi o'rinda daraxt tayyorlashimiz kerak. Daraxt kerak bo'ladi bizga. Hozircha 5 yetadi. So'laga hozir kun tushibdi, keyin ertalab hamma bilgan narsalarimiz qilamiz bolalar. Buni ichida Kim spawn bo'ladimi bunda? Nereden çıkıyor? Bu kızıl to'rtburchak tashqarisidanmi yoki ichidanmi buni? Hozir biz mana yoqda world map deyapti. Bonus qanaqadir madralar. Bu yoqda nima ekan? You can survive if you don't have food. It's farming time. Senda o'sha qancha ovqat yo'q deyapti bolalar. Qana farming time'da. Hozir. Okay, yaxshi. Biz aniq olishimiz kerak. Xudoga aylantirib olishimiz kerak. Biz o'zimizga keyin yaxshi instrumentlar yasab olamiz. Arada menimcha instrumentimiz bor edi, bor ekan.
bizga hozircha 2 ta tayoq bor ekan, yana yaratib olamiz, chunki ko'p kerak bo'ladi. Bo'ldi, ana hozircha kirka kerak bizga bolalar, kirkada. Kirka keyin lopatka yaratib olamiz, hozircha yetadi bizga. O'zimizda qilich bor ekan. Qornimiz och qolib ketmasa bo'ldi bolalar. Menimcha qornimiz och qolmaydi, mana bu pichanlarni ham toza olamiz. Bu pichanlardan hozir normalniy o'zimizga non ana qolsak bo'ladi. Qornimiz ancha och qolmay yuradi bolalar. Ketdik, hozircha non yesa olaylik. Keyin tayyorlab olamiz. Keyin aslida shaxta bormi, keyin yo'qmi, o'shani ko'ramiz bolalar. O'zimizga bitta sandiq ham yaratib olishimiz kerak. Hozir mayli, o'zimiz qilamiz. O'zimiz qilamiz bolalar. Mana bo'ldi. Hozir ko'ramiz qancha non chiqar ekan bizda. Oho, bo'ladi, lekin 17 ta chiqdi, yaxshi. Ancha qornimiz och qolmaydi degani bu. Yana nechta? Yana 23 ta. Tak, mana yoqib turib. Mana bitta. Bo'ldi, 20, rovni 25 ta chiqdi bolalar. Rovni 25 ta. Yaxshi bo'ladi. Hozir biz pastdan gazlab shaxtaga o'tkir. Bu yoqdan hozir bir ko'proq daraxt gazlaydi bolalar, daraxt topish kerak ko'proq. Keyin o'zimizga yaxshiroq tapoyma solishimiz kerak. Hozir ana bolalar bitta daraxtni ham gazlab oldik. Ikkinchi daraxtni gazlaymiz. Ana bolalar bizlar bo'ldik. Hozir bizda nechta? 8 ta. Menimcha kam bo'lsa kerak bu, mayli. Yetsa kerak. Bizda hozircha 8 ta, 25 ta non bor ekan. Yaxshi, hozir pastga shaxta qidirib ko'ramiz. Nima qilamiz bolalar, endi pastga gazlab ko'ramiz. Qani boshlaymiz, pastga gazlaymiz. Hali pastga tushmashinda o'zi temir chiqdi bola mana. Orqasidan temir chiqdi. Nima bu? Biz hozir bola ko'mir ham bor, yaxshi. Oltin. Oy. Bu qanday bu? Tushman bu yerdan qanday? Chiqyapti. Qora to'g'ri chiqasmi? To'g'rimi bola? E'tibor berdinglar hozir. Buni qanday olamiz? Menimcha o'rniga bo'lsa kerak-da. Tepaga chiqib hozir temirlardan o'qib gazlab olamiz buni ham bolalar. Mana bolalar temirlarni ham pishlayapmiz. Ular endi pishyapti hozir temirlar. Bizga keyin temirli kirka yasab olishimiz kerak. Keyin bitta tapor ham kerak edi-da bizga bolalar. Tapor ham kerak edi. Mana bolalar hamma temirlarimiz ham pishdi. O'sha ko'mirni bu yoqqa olib turib endi nimani aniqsak bo'ladi. Bu yerda pishgan yo'q. Endi biz nima qilamiz? Biz hozir temirli kirka yasab olishimiz kerak. Taporga yetarmikan? Menimcha yetmasa kerak u. Da, yetmas ekan. Mayli, nima deymiz, toshli tapor yasab olamiz.
Okey, buni hozir bu yoqqa qo'yib olamiz. Buni bu yoqqa. Okey, bo'ldi. Boya topga olmozmiz, o'z qazimiz. Bo'ldi, mana hozir kasb olamiz. Bu olmazdan bo'lar bizim işte bor ekan. Dedi, orqasida ikkita bor ekan. Yaxshi. Yana bormikan? Yana. Okey, yaxshi bolalar. Mana bitta chiqdi. Yana bormikan? Bizda 3 ta bor. Bu yana zo'r degani bu. Uy, yo-mayo. Yaxshi bolalar, 4 ta уже. Hammasini bitta chiqarmaydi ekan bular ham. Yo-mayo, yaxshi. Qorni berib ketdi bu yoq. Hozir fakir qo'yishimiz kerak. Tamam, ketdi bolalar bu yoq. Bo'ldi. Hozir mana nima aytamiz, qo'ygan yana chiqdi. Okey, yaxshi bo'lar, bu yaxshi ancha. Chiqolamiz bolalar. Mana bolalar tepaga ham chiqib oldik. Endi to'g'risini aytsam, bolalar pastga qazilib o'tiramiz, chunki mana tagimiz olmos temirlar qirilyapti. O'zinglar ham ko'ringlar. Shu tun ham chiqyapti, mayli uxlaylik bolalar, bo'lsa ertalab aniqlamiz, ko'ramiz. Yana kirkam bilan uxlab oldim. Okey. Turdik, mana ikkita yonini normal ko'ryapti-da. Okey, mayli, davay ketdik. Yana nima qilsak bo'lar ekan? Nariyoqqa chiqib bo'lmayapti. Ular o'shyapti. Buyog'idagilardan olamiz. Qonun och qolgan yo'q, bitta ham lekin. Ana custom completed nima degan ekan, mana shuni tushunmayapman-da. Okey, mayli. Yana har xil anlar bor ekan. Ular menimcha kartalar bo'lsa kerak. O'tmayapti kartalar. Ular hozir to'qqizdan o'tiryapti-yu. Ular nimadirni bajarib, nimadirni bajarsak hozir boshqa kartaga o'tishimiz kerak menimcha. Shunaqa deb o'ylayapman. Bilmadim bolalar, yana bilmadim. Hatta menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Mana bu yoqda ham bitta old map bor ekan. Hozir chiziqlar qaranglar, bolalar ko'pligini. Judayam ko'p anolar bor ekan. Ko'pburchaklar. Men o'zim o'yladim, bitta ko'pburchakni ichidan chiqmasdan yashash deb. Samamini qaranglar, bu yerda vashi ko'p, mana tepaga. Ketgan chiziqlar, chiziqlar bor. Mayli, nechasi demaymiz, hozir biza naqlamiz bizga tapol bilan olmoqlar olamiz. Hozir mana uy ikkitaga yetar ekan. Mana. Xudo. Endi daraxtlar kazlab chiqqan daraxtlar o'zimiz yemizga ekib. Mana o'tsa nimadir shartini bajarsa tak o'tishimiz kerak. Men ham tushunmayapman, nima bo'lar. Random videoni ko'rgan bo'lsanglar kerak, ikkinchi qismini men hozir chiqarishim kerak bo'lyapti. Hozir mana shu videomizga qanchadir ham like beringlar, masalan 100 ta yoki 200 ta yig'ilsa chiqaraman ikkinchi qismini. Keyin bu mana shu ko'rikning ichidan chiqmaslik qancha chiqarsa buni ham ikkinchi qismini chiqaraman bolalar. Endi mana ikkita tomon joystick e'tiborga telefondan hali. Okey, nima qilamiz?
yeni taraflar ekib chiqishimiz kerak ekan. Bolalar daraxtdan ekib chiqdik. Endi bolalar men hozir videoni o'chirishim to'g'ri kelib qoldi. Sizlar bilan kanal Minecraft bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bular kuchayishimga yordam bergan bo'lasizlar. Bo'lmasam sizlar bilan kanal Minecraft bo'ldi. Hammanglarga xayr.